Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men Iskandarov Jamshid. Mana hozir men Perimetrashli Moskvadagi ofisni oldida turibman va men sizlarga ofisni ko'rsatmoqchiman. Ketdik. Mana Perimetrashli mana shunaqa katta yorqin ofisi, mana bu yerda logotipi. Bu yerda bo'lsa 2024 yil hisobiga eng katta tovar оборотlar qilgan liderlar va bu yerda mana bizlarning birinchi liderlarimiz Irina va Evgeniy Baxayevlar bor. Bundan tashqari boshqa bizlarning hamkorlar ham bor. Bu yerda bizlarning ya'ni переговорlar uchun zona, ya'ni bu yerga yangi hamkor bilan kelib, shu yerda siz ya'ni shu переговорni olib olishingiz mumkin. Yana ketdik. Bu yerda bo'lsa qaranglar qanaqa yorqin, keng, chiroyli, ya'ni onlayn taqdimotlar uchun shunaqa zal. Bu yerda qarang mana taqdimot uchun mana shuncha mahsulotlar, juda katta ekran bu yerda bor. Ya'ni bu yerda o'tirib onlayn hamma narsani ko'rsatib, hamma narsani qilib berishlar mumkin yoki onlayn, offlayn taqdimotlar qilish mumkin. Hammasi bu yerda Perimetrashli hamkorlar uchun. Yo'q, yana ketdik. Bu yerda bo'lsa bizlarda do'kon, ya'ni Perimetrashli hamkorlari bu yerdan ya'ni mahsulotlar olish mumkin. Bu yerda bo'lsa ya'ni bizga yordam beradigan o'sha Perimetrashli ya'ni ishlari bizga hammasi yordam beradi. Вас как зовут? Андрей. Андрей. Bu Андрей, u bilan O'zbekistondan. Bu qanday сказать assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Ketdik. Bu yerda bo'lsa bizda ya'ni Perimetrashli asoslangan yildan boshlab 2023-yilgacha bo'lgan ya'ni tarixni ko'rishingiz mumkin o'zingizlar. Mana bu yerda bo'lsa sizlar ya'ni fitline mahsulotlarni ichadigan sportsmenlarni ko'rishingiz mumkin. Bular bu mingtadan bori o'sha 5 tasi shunaqa olingan va bu yerda bo'lsa ya'ni Perimetrashli rahbarlar o'tiradigan alohida ofis bor. Juda yorqin, chiroyli ofis. Sizlarga ham shu yerda bo'lishiga men niyat qilaman. Hammaga fitline.